Assalomu alaykum. Mana Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Tallikron mahallasi Baqirchi qishlog'ida 456-konturda sabzi ko'chatlari ekilgan. Mana ko'chatlar parvarishi yaxshi. Bunda 10 ta dehqon xo'jaligida 1 gektardan 10 gektar berilgan. Mana yerning uzunligi 400 metr, mana eni 250 metr. 10 gektar joyda sabzi ko'chatlari ekilgan. Hozir bitta dehqon xo'jalik 1 gektar joydan 20 tonna sabzi oladi. 20 tonna sabzi 10 gektardan 200 tonna oladi. 1 gektardan 20 tonna sabzi 60 million so'm bo'ladi. 60 million so'mdan 20 millioni xarajatga ketadi, 40 million so'm daromad bilan chiqadi. Bu 90 bosti mahsulotiga kiradi. Bu iyun oxiri bilan chiqadi. Mana 2025-yil aprel oyida ekilgan. Iyun oxiri bilan sabzini bozorbob qilib sotishga tayyor bo'ladi. Bunda hozir 10 kun ichida cherzin har 2 kunda bir sug'oriladi. 10 kundan keyin haftasiga bir martadan sug'oriladi. Mana Mikrokredit bankda mijozi 3 chorbog' kooperativ tomonidan tashkil etilgan. Holatlari, monitoring holatlari yaxshi, parvarishlari yaxshi, xatosiz.